Nodir aka, nima sharmanda qilyapsiz? Kim aka? U kuni kimdir qamalib qolibdimi, ushlanib qolibdimi? Rossiyadagi holatlar sekin-sekin Germaniyaga ham yetib kelyapti. 1 yil ichida o'tgan yil 7 mingta vatandoshimiz Germaniyada bo'lgan bo'lsa, hozir 18 mingta bo'lyapti. Viza chiqish zo'rda, hozir viza chiqish oson bo'lib qoldi Germaniyaga. Xullas, shunaqa do'stlar, agar siz vizangiz chiqdimi, Germaniyaga ketdim, bo'ldi, siz muammolar endi boshlanadi. Aeroportdan tushyaptilar Myunxenda. Уже 3 ta 4 ta holat bo'lyapti. Bittasi 30 yevro bilan kirib kelyapti. Bittasi 100 yevro bilan. Hali politsiya xodimi tekshiradigan so'rayapti, qayerga ketyapsiz? Ausbildung yoki til kursi. 100 bilan qayerga borasiz? Mana Germaniyada mana yuribmiz, bir kunda 100 ni ketkazib qo'yasiz-da. Sen qayerga borasan desa savolga javob bera olmayapti-da. Birinchidan pul kam, ikkinchidan boradigan joy aniq. Joyi aniq emas. Shuni hisobiga akamizdan telefonni olib qo'ygan. Menga shu joyda yozyapti, Bundespolitsiyadan chiqyapti aloqaga. Asabli ming bo'lgan ko'rsiz. Tushuntirishingiz kerak, nima qilish kerak Bundespolitsiyadan. Shu bilan oxiri telefonni qaytarib beramiz agar deportga rozi bo'lsang. Qo'l qo'yib beryaptilar akadan keyin. Hali viza endi olib kirayotgan odam yana deportga. O'shandan keyin bizada ukamizga yordam qilib, sirazi Myunxendan uy topib, o'sha zohati advokatlarimizni berib, advokatlarimiz chiqib Bundespolitsiya bilan sudlashib, yutqazib bo'layotgan jarayon. Oliy sudga berib, noqonuniy ushlab turibdi deb chiqazib oldik. Endi shunaqa holatlarga tushmasligingiz uchun do'stlar, birinchi galda kelayotgan joyingizni aniq, shartnomalaringiz aniq joylarni qo'lingizga oling. Iloji bo'lsa birorta ansprech partner, ya'ni o'zingizga yaqin bo'lgan odam telefon raqamini ham olish kerak. Albatta olish kerak. Undan tashqari aeroportdan tushganingizda do'stlar, boradigan joyingiz, agar uy hali aniq bo'lmasa, boradigan ko'cha, hostel oldindan 1-2 kunga bron qilib qo'ying. Yoningizga 500 kamida oling. Superkontoyingizni yechaman desangiz, 1 oy o'tib ketishi mumkin. Sizlar ham kelinglar Germaniyaga. Germaniyada ko'rishamiz nasib bo'lsa. Mana shunaqa jamoaviy o'yinlarda qatnashib, tadbirlarda qatnashib. Nodir aka, o'zingiz lekin kech keldingiz. Men Shvetsariyadan to'g'ri shoh keldim. 14 kun deganda hali uyga o'tmadim. Hali uyga borgan yo'q. To'g'ri smenaga nochga chiqib ketamiz jinoyatchilarning oldiga.